Assalomu alaykum. Ismim Ibrat. Bizneslarni raqamlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugun Google Sheet 20 ta formula darsliklarida shartli funksiyalarni ko'rib chiqamiz, ya'ni shart operatorlarini ko'ramiz. Demak, shart va mantiq formulalari if, ifs, and, or, if error kabi formulalar bor, juda ko'p ishlatiladiganlari. Bu yerda korxona xodimlarining ish oyliklarini hisoblash jadvali bor, ya'ni demak, mana xodimlar ism familiyalari, ishga kirgan yillari, ishlagan yillari, ish bilish darajasi, oylik miqdor hammada, ish kategoriyasi, ish ustama va jami oylik chiqarilgan. Demak, mana har xil yillar bor. Yillar demak hozirdan mana formulada bugungi kunda ayrilmoqda. 6 yil, kimlardir 7, kimlardir endi boshlagan 1 yil. Ish bilish darajasi demak bu yerda 5, 4, 5, 4 har xil demak ballar bor. Oylik miqdor hammaga 10 million so'm. Endi bularning, ya'ni ishchilarning ishlagan yillariga qarab, demak kategoriyalarga ajratamiz. Bu yerda mana yozganman if i12, mana if i12 katagi agar 6 dan katta bo'ladigan bo'lsa birinchi kategoriya, bo'lmasa ikkinchi kategoriyaga tushsin deb. Demak if bu ingliz tilidan tarjima qilganda agar deyiladi. Agar to'g'ri bo'lsa bu ish bajarilsin, aks holda boshqa ish bajarilsin. Yo to'g'ri bo'ladi, yo noto'g'ri bo'ladi bu holatda. Demak bizda 6 demak kattami 6 dan? Yo'q, chunki teng. Demak bu yerda ikkinchi kategoriyaga tushadi. 7 kattami 6 dan? Demak ha, birinchi kategoriyaga tushadi. Demak 6 bir hech qaysi 6 dan katta emas. Demak hammasi ikkinchi kategoriyaga tushadi. Endi ish ustamasi o'sha yiliga qarab, demak bizda o'sha foizlar qo'shilmoqda. Bu joyda ish ustamasi demak mana 3 million so'm, 10 million so'm bu yerda murakkab ishlatilgan, if murakkabi, ifs ishlatilgan. Bu joyda if faqat bitta shartda ishlasa, endi if bir nechta shartda ishlaydi. Masalan, tekshiramiz, to'g'rimi, yo'qmi? To'g'ri bo'lmasa, bu to'g'rimi, bu yo'qmi? Ya'ni juda ham ko'p biz tekshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu joyda logikani o'ylab o'qib beraman. Bu joyda mana i12 6 ishlagan yillari 6 dan katta bo'lsa 40%. 40% hisoblasin demoqda. Endi ikkinchi shartni qaraymiz. 6 ga teng yoki 5 dan katta bo'lsa, demak bu 6 ga teng bo'lsa degani 30% hisoblasin. Mana bu yerda 5 dan katta va 5 dan kichik, teng yoki 3 dan katta degani 4 yoki 5 bo'lsa 20% hisoblasin degani. Demak 3 million so'm bu bizda qaysi shartimizga to'g'ri kelyapti? Mana bu ikkinchi shartimizga to'g'ri kelyapti va 30% hisoblamoqda. Bunda bizda 40% hisoblamoqda. Bunda demak bizda 30% hisoblamoqda, chunki o'sha ishlagan yillari 6 ga to'g'ri kelyapti. Bunda 1 yil bo'lgani uchun 0. Chunki biz shartimizda mana eng oxirida hech qaysi shartga to'g'ri kelmasa nima bo'lishini biz kiritib qo'yamiz. Bunda ifsda mana bunaqa imkoniyat yo'q, lekin bizda if error funksiyasi bor. Buni hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, oddiy yig'indi bilan mana oyliklarni hisobladik. Demak, bu funksiyalarda biz if va ifs farqini tushunib oldik. If demak ikkita shartni tekshiradi, ya'ni to'g'ri bo'lsa ha, aks holda b, masalan, qiymatni oladigan bo'lsak. Ifs esa juda ham ko'p shartlarda demak biz berishimiz mumkin. And va or degani masalan 1 va 0. If true bo'lsa demak true, bo'lmasa false. Mana false. Ya'ni kompyuterda demak 1 va 0 qatnashadi. Doim kompyuter miyasi hisob kitoblarda doim 1 va 0 dan tashkil topadi. O'shanda 1 degani demak qiymat bor, 0 degani qiymat yo'q degani. Ya'ni true qiymat bor, false qiymat yo'q degani. And bu joyda ikkalasini ham tekshiradi. Sharti shunaqa. Deylik, mana bu yerda 5 bor, bu yerda 4 bor. Endi shartni tekshiramiz. And ikkalasi ham bir vaqtning o'zida 3 dan katta bo'lish kerak mana. True qaytaryapti.
ikkalasi ham bir vaqtning o'zida 4 dan katta bo'lishini mana bunday yozsak false qaytaradi. Chunki ikkalasi ham bir vaqtning o'zida bu shartga to'g'ri kelmayapti. And degani ikki tomon ham, ya'ni mana bu yozgan ikkita shartimiz ham to'g'ri bo'lsa ishlaydi, bo'lmasa noto'g'ri deb qaytaradi. Xuddi shu funksiyani endi biz o'rda yozadigan bo'lsak, qaysi biridir to'g'ri bo'lsa, hozir bu yerda qiymat o'zgardi. Mana bu n3 katagi, bu esa n4 katagi. Mana qaysi biridir to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, demak true bo'ladi. Bu or funksiyasida demak ikkita shart ham bittasi to'g'ri bo'lsa bo'ldi, orda ishlatsak bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri deb qat'iy shart qo'yadigan bo'lsak, biz and dan foydalanishimiz kerak. Mana bu joyda biz and ishlatganmiz, ya'ni qat'iy bo'lish kerak. Ya'ni 5 dan katta, ya'ni 6 ga teng qat'iy bo'lish kerak, shuncha and ishlatganmiz. Endi oxirida e'tibor bersak, mana if ishlatyapmiz. Buni mana bu funksiyani o'zini olib, mana bu yerda foydalanadigan bo'lsam, bizda mana xatolik chiqadi. No match demak, bu yerda i16 ni shartlari yozilyapti. Demak, xatolik chiqarilyapti bizda, hech qaysi anaqaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ishlagan yillari, ya'ni maoshlar hech qaysi bizga to'g'ri kelmayapti. Chunki shartlarda yozmaganmiz biz agar 1 yil bo'lsa, nimadir qiymat bo'lishini. Shuning uchun biz if error ishlatamiz. Buni xuddi shu funksiyamiz kopiya qilamiz. If error deb yozamiz. Bu mana so'raydi qiymatni. Mana biz qiymat beramiz. Virguldan keyin xatolik bo'lsa nima chiqsin deb so'raydi. Ya'ni funksiyamizda qanaqadir xatolik chiqsa, biz xatolik deb qaytarishimiz mumkin. Mana xatolik yuzaga keldi. Bu foydalanuvchiga chiroyli ko'rinishiga yordam beradi. Bizda agar bu funksiya demak tarjimasi agar xatolik bo'lsa degani. Birinchi mana bu yozgan formulamizda ishlatib ko'radi. Agar xatolik bo'lsa bu yozuvni chiqaradi. Bu yerga xohlagan narsamizni yozishimiz mumkin. Deylik 0 ham yozsak bo'ladi. 0 raqamini o'zini yozsak bo'ladi. Bu xuddi mana if error. Masalan, tur katta 3 dan. Agar xatolik chiqsa, xatolik. Mana true chiqyapti. Bu yerda xatolik yo'q. Lekin biz 3 ni 0 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda xatolik bor. Chunki raqamni 3 ni 0 ga bo'lib bo'lmaydi mana. Bu yerda xatolik chiqadi. Excelda qanaqa turdagi xatolik chiqsa ham bu catch, ya'ni ushlaydida o'zi xatolik deb qaytaradi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamga obuna bo'ling va Google Sheet darsliklarini o'rganishda davom eting.